Bulochkani shunaqa chiroyli tugilish usulini retsepti bilan birga tayyorlanishini ko'rsatib o'taman. Ishimiz avval apara tayyorlashdan boshlab olamiz. Undan sal issiqroq sutga dro'jja solib aralashtiramiz va 10 daqiqada oshirib olamiz. Oshib chiqqandan so'ng tuz, shakar, tuxumini solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan un solib o'rtacha qattiqlikda xamir qoramiz. Xamirimiz mana shunaqasi qo'lga yopishqoqroq bo'ladi. Endi xamirimiz ustidan o'simlik yog'i solib yaxshilab mushlab yog'ni ham yedirib olamiz va ustini yopib oshirishga qo'yamiz. Mana xamirimiz oshib chiqdi. Agar dro'jja svejiy bo'lsa, yaxshi dro'jja ishlatsanglar shunaqa bir pasta oshib chiqadi. Endi xamirimizni 18 ta bir xil bo'laklarga bo'lib chiqamiz va dumaloq shaklda yoyib, videoda ko'rsatilgandek tarzda kichkina bo'laklarga bo'lib chiqamiz va ularni ustma-ust taxlab cho'p yordamida ustidan bosib olamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib shakl berib olamiz. Mana o'sha hammaga qiziq bo'lgan tugilish usuli juda ham chiroyli, ham tez va oson. Bulochkalarni ustini bilan surib, ustidan prisipka sepib oldik va 20 daqiqa qizimagan duxovkaga solib oshirib olamiz. Keyin esa qizib turgan duxovkada shunaqa chiroyli rangga kirguncha pishirib olamiz. Ham albatta tayyorlab ko'ring.